Jaloliddin aka, hali siz bilan suhbatlashganimizda men san'at borasida qanchalik bir ijod qila oldim, qanchalik qo'shiqlar yaratdim, ustozlar qo'shig'ini aytdim. Endi bu muxlislarga havola dedingiz. Qolaversa, hozirgi kunda siz yana tadbirkorlik bilan ham shug'ullanayotgan ekansiz. Keling, bu haqda ham ozgina suhbatlashsak. To'g'ri, boya aytdim-ku, menga san'at ikkinchi iste'dod. Avvalo mana pedagoglik, murabbiylik sohasida ishladim. Muvaffaqiyatli ishladim deb aytaman. Meni ham o'zimga yarasha u sohada ham shogirdlarim bor. Orada bir aytdimki, yodingizda bo'lsa, bir 17-18 yil ishni tashlab qo'ydim. Shu orada uni boisi shunday bo'lganki, kichkinagina bir tashkilotimiz bor. Qandolatchilik bilan shug'ullanamiz. O'shani shu o'g'illarim bilan birgalikda o'sha sohada ham mehnatimiz bor. Yo'q emas. Endi Xudoga shukr. Endi san'at ikkinchi iste'dodim mani deb unga befarq qara olmayman deb aytdim-ku. Bunga ustozimizni shu sabablari bo'ldi, shu holat bilan men yana qo'rimga tor oldim. Endi men albatta ko'p sohaga qiziqqanman. Uni bekita olmayman. Masalan, men hayvonni ham yaxshi ko'raman. O'shalarni har kuni bir marta, ikki marta qarab qo'ymasam, men narsani yo'qotganga o'xshab qolaman-da endi. Jaloliddin aka, mana oilangizda farzandlaringiz orasida mana shu san'atga qiziqqanlar bormi? Endi men niyat qilgan edim. Meni 3 ta o'g'lim bor. Bir kechroq ko'rgan qizim bor. Allohdan so'rab niyat qilganmiz. Xudo qizni ham berdi bizga o'g'illardan tashqari. O'g'illarim san'atga qandaydir qiziqmadi. Endi navaralarim bor. Mana navaralarimga shu bir xilda sozchalab, billa o'ynab yuramiz. Ajab emas, bitta qiziqib qolsa, lekin qiziqib qolsa, mani kuchim yetadimi, yetmaydimi bilmadim. Shu ustoz Faxriddin aka Umarovdan katta baza bor. Uni o'zlariga ham etganman. Shunaqa, men 6-5 sinfdan boshlab shu aytgan qo'shiqlaringizni so'zlarini mayli xom bo'lsa ham yozib daftarda saqlab yuribman. U 4 ta 5 ta mana bunaqa общий daftar bo'lgan. Bayroq daftar. Endi bitta navaralardan bittasi san'atkor bo'lib qolsa, har 2 kunda bitta yangi qo'shiq yeta oladi-da. Sizda demak u baza bor. Ularga va sharoit yaratib berish bu sizni o'z davrida endi Faxriddin akaga mana bunaqa bitta savol berdim. Faxriddin aka palon paytda mana bu qo'shiqni aytgansiz. Palon paytim bor bu narsa deb xursand bo'lib ketdilar deb bir kun duo qildilar. Mendan paramush bo'lgan qo'shiqlarni eslatyapsiz-a. Ming rahmat sizga deb keyin orqamdan Hoji Akbarlarga bu Jaloliddin juda san'atni chuqur tushunar ekan deb gapiribdilar. Jaloliddin aka, keling qo'shiq tinglaymiz. Navbatdagi qo'shig'imiz qaysi? Endi mana ustoz, ota-ona, farzand haqida gaplashib qoldik. Yana o'sha ustozimizni ota bilan onangizni degan Yong'in Mirzo she'riga ashulalari bor. Shu qo'shiqni aytib beramiz. Marhamat, tinglaymiz. İzas yetip koyun başka ata birle onangizni İzas yetip koyun başka ata birle onangizni
tashlamangiz g'am otoshga ota o'g'illar onangiz tashlamangiz g'am otoshga ota o'g'illar onangiz mudaham dili navbahardir mehnatlariga beg'ubordir mudam dili navbahardir mehnatlariga beg'ubordir to'ldirmangiz ko'zim yoshga ota o'g'illar onangiz to'ldirmangiz ko'zim yoshga ota o'g'illar onangiz tinglang orzu o'ylarini soz o'tkazing to'ylarini o'tkazinglar tur yo'l boshga ota o'g'illar onangizni qizdan mangiz mol dunyoni topolmaysiz qizg'an mangiz mol dunyoni topolmaysiz bu simovni yolg'on kenglar oy quyoshga ota o'g'illar onangiz yolg'on kenglar oy quyoshga ota o'g'illar onangiz sevindirman har bir yoshga
otamlar onangizmi otamlar onangizmi. Aziz muxlislar, mana ko'rsatuvimiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Oz bo'lsa-da ko'nglingizga bir xushnuqlik baxsh eta olgan bo'lsak, o'zimizni baxtiyor his etardik. Jaloliddin aka, sizga qimmatli vaqtingizni ayamay tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Kelgusida sizdan yana yangi qo'shiqlar kutib qolamiz aka. Rahmat. Bog'lanib turamiz uka. Aziz muxlislar, kelgusida yana siz qaysi xonandalar bilan uchrashish niyatingiz bor? Bizga yozib yuboring. Manzilimiz Namangan shahri, Hoshimjon Xolxonov ko'chasi, 1-uy. Viloyat tele radio kompaniyasi. Jonli ijro ko'rsatuviga deb yozing. Yana Oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, sog', omon bo'linglar. Eshitmoyan yaxshi ammo ko'z bilan ko'rgani yetsin. Eshitmoyan yaxshi ammo ko'z bilan ko'rgani yetsin. Mudom obro' ko'rkuda say etib yurgani yetsin. Bu dunyoga kelib ketmoq tabibdir bo'lib qonun. Ketish g'am keltirur ammo kelib turgani yetsin. Ketish g'am keltirur ammo kelib turgani yetsin. Halal ishlab halal topsak, shirin turmush to'yin qilsak, yashab tinchlik omonlikda rini surgani yetsin. Jahonga matqurib el biriga bermasa oxir. Bu dunyoda do'stlik bazmini qurganga nesin. Bu dunyoda do'stlik bazmini qurganga nesin. Sadoqat ko'rsatib elga yuzing yorug' yashab erkin. El oldida qizarmay qandini urgani yetsin. Jahonning rohati ham davlati ham to'g'rilikdirlar. Yurakni soatin ham to'g'rilab yurgani yetsin. Qalam izmingda yoz shusti, tiling komingda haq so'zlar. Aziz eldan mudom rahmat
olib turgan yana yetsin. Aziz eldan mudom rahmat olib turgan yana yetsin.